Assalomu hurmatli kuzatuvchilar. Sotuvda puli yengil Cobalt avtomashinamiz 940 dan ziyodroq yurgan ekan. Dehqonda akamiz qaytarmagan, orqaga ham mexanika birinchi pozitsiya. Tak, mashincha polni asvej bo'lgan. Detallari o'ziniki, almashgandan faqat kapot almashgan. Balon holatlari. Kapoti almashgan. Motori ozgina nima qilyapti-da, saka motor nima qilib? Galovkasini almashtirish kerak ekan. Ovoz beryapti. Ovoz beradi. Bitta zavod qilib yuboring-da aka shuni. Ozgina ko'zi ishlari ham bu. Motor ovozkasi. Mashin sariqdan chiqqan. Puli yengil. Og'alar 4000 bo'lsa, egasi beraman deyapti. Balkim 1 so'm savdosi ham bo'lishi mumkin. O'tib qolishi mumkin. Ko'ngildan olsangiz balkim o'tar. Marhamat, qiziquvchilar bo'lsa